Xitoy Xinhua agentligining xabariga qaraganda, Aqsuning Baynayisida 300 ming cho'chqa sig'adigan va 100 ming moyaga selinishga boshlagan oltin munguz bog'chisi deb atiladigan bir cho'chqa fermasining ul silish murosimi 31 may o'tkazilgan. 3 milliard yuan mablag' selingan bu qurilishning 3 yil ichida tamomlanishi mo'ljallangan bo'lib, Baynayisi doiralari bu aslarning rayondagi dehqonchilik qurilmasining sanoatlashishiga zo'r to'k qo'shadiganligini, qurilish tamomlangandan keyin qushxona, neft pishiqlab ishlash va shuningga o'xshash tarmoq zavodlarning quriladiganligini aytgan. Xitoy kommunist hokimiyati yaqinda ko'p qatim Sharqi Turkistonda cho'chqa boqadiganligini e'lon qildi. Oldingi hafta Qashqardagi yangi cho'chqa beqish bazasiga ul selingan. Bu fermalar bir tarafdan soni kun sayin ishiyotgan Xitoy ko'chmanlarining cho'chqa go'sht ehtiyojini qondirish, yana bir tarafdan Uyg'urlarni cho'chqa go'sht yeyishga zo'rlash uchun har xil usullar bilan cho'chqa go'shti ishlatishni kuchaytgan. İşğalçı Xitoy kommunist hokimiyati Sharqi Turkistonda islom va musulmonlarga qarshi zulmni davomlashtirmoqda. O'tgan yili Qur'onni Xitoy ideologiyasiga asosan yozadiganligini e'lon qilgan Xitoy harakatga o'tdi. Turkiyada yashayotgan Sharqi Turkistonlik kamera ortishining ommaviy taratqularda e'lon qilgan bir videoda bildirishicha, Xitoy Fotiha surasining tarjimasini Xitoy Kompartiyasiga madihalar bilan almashtirib o'tgan. Xitoy Fotihaning tarjimasini bundoq o'zgartgan. Barliq hamda sanolar partiyamizga xosdir, partiyamiz nihoyat shafqatli va mehribondir, zamoniylashtiriishning sohibidir, partiyamiz sendan yordam so'raymiz va senga itoat qilamiz. Xitoy o'tgan yili Qur'on va Injil qatorliq diniy kitoblarni kommunist ideologiyasiga asosan yangidan yozilganligini e'lon qilgan edi. Hong Kong Qonun turg'izish komiteti Xitoy davlat she'riga hurmatsizlik va haqorat qilishni cheklagan va bu xil qilmishlarga qamoq jazosi beradigan qonun loyihasini ma'qulladi. 4 kun davomlashgan talash-tortishlardan keyin ovoz berishga 43 vakil qatnashdi. Bu qonun loyihasi Xitoyparast 41 vakilning qo'llashi bilan ma'qul qilindi. Bu qonunga qarab chiqqan Ichki ishlar komitetidagi o'qituvchi vakillar 6 oydan buyon qonun loyihasining ovoziga qo'yilishiga to'sqinlik qilib kelgan bo'lg'achqa Ichki ishlar komitetiga Xitoyparast bir kishi tayinlangan. Amerika Xitoy aviatsiya shirkatlarining Amerikaga berib kelishni to'xtatishni qaror qilgandan keyin Xitoy Xalq aviatsiya idorasi texmi ko'p chet el aviatsiya shirkatlarining Xitoyga uchishiga ruxsat qilishni qaror qildi. Xitoy fuqarolar aviatsiya idorasi chiqargan qarorga asosan chet el aviatsiya shirkatlarining 8-iyundan boshlab o'zlari tanlagan shaharga haftada bir qatim safar qilishga yo'l qo'ydi. Amerika prezidenti Donald Trump hukumatı chorshanba kuni Xitoy aviatsiya shirkatining Amerikaga uchishini cheklashni qaror qilgan edi. Amerika qatnash ministrligi 6-oyning 16-kunidan boshlab Xitoydagi 4 aviatsiya shirkatining Amerikaga berib kelishining to'xtatilganligini e'lon qilgan edi. Germaniya Baş Ministri Angela Merkel ommaviy tarqitish shirkati ZDF'ning ziyoratini qabul qilib savollarga javob berdi. Xitoy virusiga qarshi kurash jarayonida qo'llash nisbati o'sgan Merkeldan 5-qatim bosh ministrlik vazifasi uchun nomzod bo'lish bo'lmasligini so'ragan edi. Merkel yo'q deb javob berdi va muxbirning qaroringiz keskinmi degan savoliga qarata shundoq keskin dedi. Yaqında oralarda Ichki ishlar ministri Sexifermo bo'lgan bir qism siyosiylar Merkelning 5-qatim bosh ministrlik uchun nomzod bo'ladiganligi haqidagi farazlarni o'tirg'a qo'ygan edi.